Bugünkü bu kecha nihoyatda ansiz ham unutilg'isiz bir kecha bo'ldi. Mahallimizning chetidagi do'nlikka yangi selingan bu uy o't ichida qoldi. Bu uy do'stim Gulshanning yurgan yigiti To'xtaning uyi. Bununla. To'xtak! To'xtak! Chiqib yoqqa! To'xtak! 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 Bununla. Chiqib yoqqa! Bo'ldi. O'libamizmi bu yana? Yo'qol bu ma'zin. O'zingchi bizni sana qiz berdi deb o'ylamsan? Sen kim? Ha? Va biz kim? Hey, nazing kelgan bo'lsa, xotinni shu yerdan ol. Keting To'xtak, yiroqlarga keting. Akalarimning payli yomon turida ular sizni urib o'ldirib qo'yishi mumkin. Hech bo'lmagan bir ish qo'y bo'lsa-mu ko'zini yiroq joyga keting. Gülşen. Ben sizin taştan bir şey hak etmeyemem. Bizning deb ateşkep tok. Kelsak birlik gideylik. Bo'lmasa, ular sizni boshqa birsiga zo'rlab beriydi Gülşen. Yo'q. Men qo'rqaman. Mayliga. Umr bo'yi qaytib kelmayman. Aqllarimni urib, qalrimning yuziga qanday qarayman. Gülşen. やめて。 Gülşen. やめて。 Gülşen. やめて。 Gülşen.
Bizning bundan boshqa yo'l yo'q. Ben size yaxshi ko'raman. Agar birga ko'rmasangiz, hech ömürlük pushaymonda qolamiz. Gulshan. Gulshan. Ben sizni yaxshi ko'raman. Gulshan. Ko'pchilik to'xtaga kelgan hojat uchun. To'xtaga do'stim Gulshanning 3 akasi nemancha ishlik qiladi ha? To'xti bu mahallada paydo bo'lganda 15-16 yoshlardagi bola edi. U bizning yuzimizni kesib o'tib, turmush alakchiligida nalarga mangan edi. Horg'inlik, ochlik, charchash uni amonsiz holda bizning mahallada turib qolishga majbur qildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nemancha miskin o'ltirib ketgan o'g'lim. Nadim keldi. Tog'ning u tarafida. Tog'ning u tarafidan demsa. Bildim. Bu gapchi bu yurtga musofir ekansan-da. Bu yurtda uruq tuqqanlaring yo'q o'xshamadi. Bo'pti. Unda bo'lsa, yura balam. Biznikiga berib bir piyola choy ichgin. Qo'pa. Qo'pa balam, qo'pa. Hey. Qo'pa, qo'pa. Mana, mana. To'xtani ko'chadan chaqirib akirish tunji qitim choy bergan kishi atrofning mahsusiga qaraydigan ma'ruf bo'ldi. Kunlarning o'tishi bilan
Boy, bu kılıqı yumşaq, oyaqı issiq, chiroyi illiq to'xtiga omroq bo'lib qoldi. Narıptı da. Akila. Nalay. Oldu. Bizim apurizm evvela. Bo'ldi akila. Nalay. Mahallimizda To'xti ismli to'limi kelishgan bir yigitning paydo bo'lib qolganligini do'stim Gulshenga tunji qatim men deb bergan edi. Hey Gulshen, maliga To'xti deydigan bir yigit paydo bo'lib qopti. Sen uni uchirtib baqdingmi? Yo'q, uchratmadim. To'xti mahallimizdagi ba'zi yigitlarga qaraganda bek ishchan ham kelishgan yigitdek qiladi. Chiroyi bir qarmoq qilsang o'xshab ketadigan qiladi jim. Meni deydigansa, uchirib qolganda diqqat qilib baqqana, uning chiroyi rostmi senga o'xshaydi ekan. Qara, sening shaytonligingni. Qarab baq. Hozirli berib ko'rib baqqa kelyapti-da. To'la chaqchaqsamligini. Narıpka. Acab obdan o'g'ildan birini tepib olibsin, ha? Ha? To'xtim demsa. Xudoyim berdi afkam. Xudoyim berdi. Ha, qaramoqmi? To'xti ishchan, tirishchan bolada ko'rinadi jumi. Shu. Ay. Narıptaga, Xo'sh. Soyimkam To'xtini bizga yordamlashib, olmalarni Sivatga qochilish bersin deydi. Ha? Ha, bo'pti, bason. Ay, to'xtaxon bolam. Ha? Naka. Ha, qo'lingdagi ishni qo'yib, ha? Men singling bilan baqqa berib, olmani qochilish berib kel. Ma. Ha, ma'qul. La, bag'im bolam, bag'im. Al kızın yediki almalarını bu yaka kelişip verin. Verin size.
Şurada bir de yapmanızı çıkıp geldim. Yanırsın yüreğimden akşam yanırsın. Oy, kim oldu? Kulağınız kanap gitti o. Eshik yo'q. Oy, bu. Bo'ldi, eshik yo'q. Eshik yo'q, bo'ldi. Hey, Gülşen. Kolaylık var mı? Çıkar Bo'ldi, mı? chaqama. Kolu kanap gitti. Oldu. Kenip koyaylı. Kichikini ye. Yo'q bo'lmaydi, kenip koyaylı. Bo'ldi, hech nima bo'lmaydi. Ay, manda qiling, ha, ko'rib boqay. Yomon bo'pti. Aşklarga hayat lezzeti, muhabbetle alemde elle yayırsın. Muhabbetle alemde elle yayırsın. Muhabbetle alemde elle yayırsın. Kunlarning o'tishi bilan qo'rqdi, mahalladagilarga tunishib ketdi. Uni kim ishga buyursa, yo'q demaydi. Telkinin davanidin Karvan taftımaz öttü Baba, karvan baba geldi. taftımaz öttü Bo'ldi. Bundan da apırıp çay içkin. Bo'ldi, jon opa. Bo'ldi, opa. İlahın yığılğan Hadi, an dinleyney haleynun ayey Süleyman yığılma ayette İlahın yığılğan an dinleyney haleynun ayey Süleyman yığılma ayette Süleyman yığılma ayette Mana bir chaqlarda mening bu bola chaqam uy makonim bo'ladigan. Bir qatimliq qiyon optida bola chaqam uy makonimdan ayrilib qoldim. Oxirida taqdir men qerini tikandek yolg'iz qo'ydi. Necha yildan buyon mushu dudda menga hamroh bo'lib kelyapti. Buningga shukr. Xudoyim seni menga hamroh qilib yo'liqtirganni qaramam degan balam. Hey, bo'ldi. Inga kulab o'tiraverma. Yomon bo'ladi. Ha? Bir kulib etgina. Mana mundaq. Baxting oldingda. Reşide, telefonu film çevirip gitmeydiğim bu kaldı. Oyunlarını kaçan kılsın. Karak seni ete atkan gitmeli. Atanımız koşulsa kılımız, bulmasa kaçımız şu. Kaçadıgan bulup atıslar, ha? Onu örüp olganda, barıdığan cayını tip olganda anın kaçımız. Vallahi gidemişler ya. Tezrak bulaylı. Hey Reşide, nima chaldiraysan?
tezroq opirib kamsan bo'lmaydi. Bo'lmasa bizning jigit. Gülşen! Ha? Hey Gülşen! Ha mana? Tez bol! Bola adaş! Soğuk barayla yürü. Hazırlı baram da? Hazır barımın satırıp durun. Yok tez bol. Hazırla. Hazırlama. Tez bol ha? Makul. Tez bol ha Gülşen. Gülşen, sen berip durgan. Mening azroq ishim bor. Kayningdilla barma. Ha? Hay. Siz ötüverin. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله Uzaq mezgil dan sıkılış kesilinin azabını tatkan mihrivan Mərif bovay alemden ötdi. Bovayның bir parça kegiz, konu yokkan köpe ve helik kiçikkin vıcırsı bilen tutturib, toxtığı kaldı. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الله أكبر. Sabr qil bolam, sabr qil. Şu arada kişiler oynamagan işler yuz berdi. Atrofning ot uloqlar yerlari a'zolarga ko'tirib berdi. Savur Burat, sana mal to'g'riga tegdi. Ammayma bu eski chaqingni. Nega bosa opa? Ola buni.
아까 배간디가 아까만 봤어. Ağilla, muş to'xtig'imi bilanimi beramiz? To'xtig'i nima deb birinin bagidakmiz? To'xtiya bu asratning a'zosi bo'lmasa. Shu emasmi? To'g'ri. To'xti bu atratning a'zosi emas. Uning ustiga bu yerning nopis deb turdimi? Yo'q. Shuni berishga bo'lmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, Ma'rufkam rahmatlik mushu maqolga 20 necha yil qaradi. To'xtini o'zining bolasidek yaxshi ko'radi. 2 yildan buyon yezdagi hamma kishi uni ushshaq-tushak ishlariga soldi. Bovayning yuz xotirasi uchun bo'lsa-mu, uningga avo kona o'kiz arusini berayli. Bo'ptilar. To'xtimi mahallimizning o'z bolasidek bo'lib qoldi. Uningimi bir tirikchilik kerakda. Sen batığı ol batığı. Tramdın ana. Toxti. Toxti. Qani sen? Ha? U yerda kashkichon yiqib turavermang. Men Farvoning qishig'i bor. Aptap ezib qo'yotandi nima ufka. Yaxshimsiz qadirka. Yurting esing kelib qoldimi ya? Xiyol aka, xiyol. Yosh turib, sana nima xiyol? Sizlarga ko'traga yerimdan terasizlar. Men bu quruq qari bilan nima ishmi qilaman? Rost aysa, buning o'g'izini menga taqsim qilib, orasini sana berginin demamsan. Mundaq qilayli ufka. Ya sen menga arvani ber, ya men sana o'gizni o'tinay. Qanday dedi? Undaqmi qilmayli qadirka. Senmi o'g'ri Söz o'shiq deb kelib, dattikamni deyishotmaydim bo'lmasa. Undaqmi qilmayli. Biz qanday qilamiz? Bu öküz arusini o'ylangizda bekor yotgan eshak arusiga tegishsak qanday deysiz? Tegishsak? Tep qo'ying. Olsam qanday bo'ladi? Voy, yo'q, ilang. Bo'ldi, bo'ldi. Ilang, Tep qo'ying.
Ay, bo'ldi. Voy, jep qo'ying. Qandoq bo'ladi? Ela. Bo'ldi. Ela, unda qilmang, ela. Bo'ldi deyman. Ela. Mana. Bizning bu yezida zamonlardan tortib hech kim shaharga kirib ketib boqmagan edi. Bo'libmi erlar bundaq ishni texmi qilmaydi. Dastlabda to'xti har kuni uyma-uy kirib sut yig'di. Keyin mahalladagilar sutlarini o'zi akirib beradigan bo'ldi. To'xti Gulshanning to'laqqa suv og'ili keladigan vaqtini nihoyat aniq biladi. Shunga u fursat topsala buloq bo'yiga berib Gulshanni bir ko'rib olishga, uningga o'z ko'nglidagi shirin xiyollarini izhor qilishga intiladi.
sizni ketib qolarmikin deb aldirabla kelib edim. Gülçe. Meni 2 gün saqladınız Gülçe. Sizning ishqingizda sarang bo'layin deb qoldim. Gülçe. Men sizni uchratgandan buyon har kuni xiyolimdan chiqmaysiz. Men sizni rostini yaxshi ko'rib qoldim. Siz beni yarattansizmi? Canım Gülçe. Men sizni uchratgandan buyon qalbimda boshqacha umid paydo bo'ldi. Nima uchunligini bilmayman. Siz kech-kunduz xiyolimdan chiqmaysiz. Men rostini sizni yaxshi ko'rib qoldim. Aqlimda qo'rqim. Aqlim berib qolsa. Gülçe, hatırcam bo'lib. Aqllaringiz hargiz bir nima demaydi. Qo'rqmang Gülçe.
Akıllarına tarifsiz birinin demeydi o. Canım bir daha bulsun ay eşkı ay sana. Mahallimizda ertadan kechgacha tomni yulab o'ltirib, quruq parang bilan kun o'tkazadigan bir nechalar bor edi. Ular uchun ertayozda yaga urug' chechib, kuzda o'rib olishdan boshqasi ish hisoblanmaydi. Ular uchun yer yuzida eng chiroyli yermu mushu yesa. Eng go'zal osmonmu mushu mahalning osmoni edi. Ilm setim ishini oldamchilik deb qaraydi. Sirtlarga berib ish ovqat izlab chiqishni qalandachilik deb bilishadi. Mağmağaya, muşumu uyan oldu mu? Kandak. Hey, bo'ldi. Aldыңlar ekan? Mush qizil qum tarafda bor-ku. Narin satadigan bir oshpaz bor emish. U ot go'shini yevrib, o'zi oxiri oshxonadan otdek chiqib ketdi. Geldi. Hey, ağilla, muşu qaysi bir davlatda var-ku? Bir xotin to'rtni tug'ibdi danglar. Uning uchi odamga o'xshaymish. Ay, yana birini olimlar tadqiq qilyapti. Hey, qaranglar, to'xtab ketyapti. Assalomu alaykum. Pah. Ma to'xtaxin o'zicha kostyum kiyibdi. Kostyum kiyib, eshak harusi haydadi degan gap eg'ilga zadivol topgandek bir ishda bu. Mush to'xtakning kiyib yuguniga qaraganda, ma kostyum deganmi? Tayliq bir nima? Menden özünüzü kaçırmak için. Ben rastını sizni yaxshi ko'raman. Men sizni desam qaçırmayman. Do'stimiz Rashida Motash bilan xotirjam olishib yuribdi. Shundoq. Bu jihatimiz aqlimning bachchasi. Eğer yani cevap vermesene, bu kol yağlıklı gülüşe bana soğuk kıldı da patlak yiyi bitirme. Yo'q, unda qilmayman. Hey, ini lah. Gila. Ini, gila.
Nimanda kechib ketdingiz? Rashidaning uyda azroq ish chiqib qoldi. Ha, bo'ldi. Ha, men kirib. G'ash-g'ash tomoq qiling. Odamni qo'rsiq ichib o'laydi dedim yana. degan bilan tez pishirdi aka. Singlimizning qo'li guljumo aka, ha? Tahli ishchi. Rost aytyapti. U bizning qo'limizga qo'l, putimizga put kelyotdi. Apamiz rahmatli tugab ketganda qandoq qilamiz deb bak ansirgandi. U uzundan beri kirqatlarimizni yuvib, tomoqlarimizni etib, haqiqatan qarindoshlikni yerini yetkazib Aka, tamam qala. Qarab to'xta. Diqqatli ishchi. To'xta. Gulshanning hali chiqqan. Gulshan akavas bo'pti-ku. Shundoq. Shundoq qilgan bo'lsa, o'zini qiynalmaydi. Kir, ber baqay. Qandara qadash. Teştirdingmi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshimisiz Rashida? İşlerin qandara? Yaxshi. Voy, to'xta. Nima degan jiq so'zmilar bu? Kundan kunga beyib ketyapsizmi? Adamning hechliqi menga Rashida. Gulshanni yaningizga akilib olib yordamchi qilyapsiz bo'lmamdi? Shunda qilmamsan to'xta. Sen bu hozir mahallimizda xeli ko'zga ko'rinib qoldi. Gulshanni akilib olsam, ishlaring texmi yurishib ketadi emasmi? Xudoyim bo'lsa, umu Lekin to'xta, har ishlarda jurat bo'lish kerak. Bo'lmasa, jurat? shundoq to'xta. Mana bizdek jurat bo'lish kerak. Mana ikkimiz aytgan qichib to'y qilamiz. Nimish kechib to'y qilsizlar? Qaydusim bilan to'qsonlar bo'lmamda? Qaydusim bilan to'y qilayli desak, to'ylikni tayyorlab bo'g'ich qirib ketadi ekanmiz. Shunga bizning bu yerda qichib to'y qilish ota-bolalarimizni tortib, qaydusonga aylangan. Chunki biz qiz taraf to'yliqni noyda eg'ir solamiz. O'g'il tarafning kuchi yetmaydi. Shunlashqa qiz bilan yigit birlikka kelib qachinishi. Men Gulshanni qaydusim bilan Singlim, nima qilyapsiz, ha? Yana aroq ichib ketibsiz-da? Yo'q. Mendan ranjimang, singlim. Singlim, mendan hargiz ranjib qolmang. Derdim bu adamman.
Şuna arak içimen. Biz kimning avlodlari bilamsiz? Siz hech nimani bilmaysiz. Biz degancha Sadirboyning avlodlari bo'mizning tog'da minglab qo'yi, shaharda bir qancha yerda qora joy bo'lgan ekan. Meni bekadan-beka lalanglab yurdi debsiz. Men ashu maktab qilib olgan joyning davosini qilib yuryapman. Agar ashu joy qo'limizga qaytib keladigan bo'lsa, biz alomat berib ketamiz. Ey, Davudka! Ashu oltinlarni zoti qachon topsan, ha? Haram tamoq. Bayatı beri, men bari sanmamda. Meni tamashamni ko'rib turibsan-da, ha? Ey, jinim aka, ashu oltinlarning dardida sarab o'qama yana. Ey, menga ishini qila. Ko'zida yo'qlar menga. Maldikilarning hammasi maktab silib olgan yerda Sadirboyning oltinlari bor deyapsa. Ey, sarab, qasini oqmoq deb o'tqanga. Guyna. Menga amoqat. Voy. Toka. Turunga o'rningizdan. Mashinani chiqib olgan bor. Yuring. To'xtabdi. Autka. Davudga gap qilamsan? Voy, nima bo'ldi? Astaroq gap qila, astaroq. Qip-qizilni sarankan-ku u. Baklar haddidan eshib ketdi. Sen cho'ng bo'lgandan keyin uning ishga yig'iz gap qilib qo'ysang bo'lmamdi. Ey, meni gap qilma dedimsa. U gap anlamasa. Sizlar iliq yo'qotlarni davosi qilib yuriydi. Men uni kapustin ketamdikin deb ansiravatman. Shundoq bo'lsa, u yaxshi bo'ladi. Hay. Undaq deb ketma Afgan. Nimali bo'lmasin, u sening o'z qirilishi. U sarangib qolsa, mahaq nima deydi? Ha? O Sadirboyning avlodlari ota bobosidan qolgan yo'q oltinni deb aqlidan ezibdi, demamdi. O'ylabroq gapdi. Va qo'lsiz yam ichida, juma. Aqmoqdan chiqib ketayotgan kim u? Voy, yiliq to'xtab ko'rmamdi. Nima? Mushin keldi axon, mushinjo'la olib ketdimi? Ey, u nimasiga mushinjo'la taraqshidi u? Uni taraqshitayotgan bizning mahallining suti bo'lmamdi. To'g'ri. Ey, nima uchun o'zimizning sutini o'zimiz sotmaymiz? Ha? Rost. Biz nima deb o'zimizning sutini o'zimiz sotmaymiz? Shundoq. Qaysi sutni? Mahallimizning sutini-ku. O'zinglar bir ishni jo'ndab qilolmaydi ekansizlar. Haqqisa ko'ramaydi ekansizlar. Soyim, ko'ramaganlik emas. Biz necha vaqtdan ma to'xtadigan qalandani o'zni jo'ndib olsin deb qo'yib berdik-mi? Birdan eshak aruz qilib, sizlarni sotmamsizlar. Kim sizlarning qo'linglarni tutib oldi? Voy, bu qiziq gap qilgansan. Bizda bu kichikgina mahallada necha aralab olib sotqadak sut bormi? Ey, amisa meni zodi nima qildaysizlar? Ey, mahallining sutini o'zimiz sotamiz. To'g'ri. Mahallining sutini-ku mana biz sotamiz. To'xtak degan qalanda berib boshqa chiqsin u. To'g'ri? Soyimka, mana ikkisi rost gap qildi, juma. Sen to'xtakning arusini bizga ep bersan, Ey, haqning arusida sizlarning nima qilinglar bor? Nimada haqimiz bo'lmaydi ekan? Ot aruvlarni taqsim qilganda qarab turib, yep-yangi bir o'kiz harvini
to'xtiga beriverdi. To'g'ri. To'xtini g'achchida Qodirning g'arisiga tegishib oldi. Tegidan bizning mulkimiz u. Shu. insof qilinglar. To'xti. Ish bulanmay echib yetadigan sutinglarni shaharga kirib pul qilib berib. Yomon qilmagandu, ha? Sayib. Harvini bizga o'zing chiroyliqcha epasang ben. Bo'lmasa biz o'zimiz tortib olamiz. Atratning harvisida to'xtakning bir tillik haqqi yo'q. Bu Gülşah. Ha? Iliq naqshingizni yana bir qitim aytib beraman. Qani ayting, ha? Yangrıson yüreğimden akşam yangrıson Ağlısın bu akşamni cihan ağlısın Bağlısın yüreklerini tınıp yürekке Sevgimizin riştisini mehkem bağlısın Yangrıson yüreğimden akşam yangrıson Ağlısın bu akşamni cihan ağlısın Bağlısın yüreklerini tınıp yürekке Sevgimizin riştisini mehkem bağlısın Sana bulgan tuğan aşklarga hayat lezzeti muhabbetle alemide senle yayırsın muhabbetle alemide senle yayırsın muhabbetle alemide senle yayırsın Yangrısın, yakın akşam sana yangrısın. Yangrısın, çalmaz lazım sana yangrısın. Yangrısın, çalmaz lazım sana yangrısın. Voy, Saimka. Qanday ahvolingiz? Teshikma. Turing, uyga kiraylik. Bo'ldi, ishingni qilaver, ha? Sen ishingni qilaver, ha? Ishim hozirla tugaydi. Ma'qul. Saimka, bu yoqlar qadimingiz yetib qopti-ku. Shundoq. Ukam. Demasam bo'lmadi. Hal kuningning yaxshilanib qolganiga qarab, ba'zilarning ko'z qizirib yetibdi. Harvini berversang bo'ladigan o'xshaydi. Sutni shular o'zlari setib olsin. Qo'lingdan ish keladigan yigit kelsa. O harvu bo'lmaganqa senmi oshqanmassan.
Arag'ini o'zingiz bering. Siz o'ttirda xijolatib qolmang edi. Mushu haqlarning ko'zi tushmaydigan jiroq joyga berib o'qib qilay. u yerda qanchalik turasiz? Uzoq turmayman, Gulshan. Ozroq pul topsamlar, cho'qim qaytib kelaman. Siz xotirjam bo'ling. Men cho'qim qaytib kelaman. Gülşen. Ben qaytib kelguncha siz meni saqlay olasizmi? Javob bering, Gülşen. Gülşen, ökünüp kalın. Bana cevap verin. Cevap verin. Sen shunda qilsang bo'larmiki, Davud? Ma soatini ishkime sutni shaharga kirib sotayli. Bo'lamda? Ay, mağmana va. Men endi mush so'ditim bilan osh to'xtakka o'xshash haqlarning ishqaldiga berib, yig'ib yuramda. Bu menga na at, na nomus. Men hargiz qilmayman. Qilsam o'zim qila. Qanaqa gap bu? Bu nimada g'araz qilmaysa? Ma sut deganni at deganni qo'pib, shaharga kirib sotadigan gap. Sen shuncha uyquni achalamsa? Voy. Japa ishni o'zimiz qilib, ostini sanga bersak, uningga bo'lmisan? Bo'ldi, bu ishni qilmaylamsa. Aka, obdan bir o'ylab baka. Biz endi osh to'xtak degan yalon to'shni do'rab,
sut ichib yuramdi. Biz kim bilamsan? Yaqindala hiliq Sadir bovam ko'mib qo'ygan oltinlar chiqib qolsa, pul degan o'zligidan keladi. Biz unda past ishlarni qilmayli aka. Mahallimizda to'xtadan boshqa hech kim bunday ishni qilmagan tursa, endi biz Sadir boyning avlodlari qilamdi. Ota bovullarimizning ro'yi qo'rinib qoladi deymi aka? Salma aqlimizni ishlatayli. Nima qilishsan qilisha? Ma eshak arvisini to'xtakdan tortib oldik. Endi men xatni olib sadamasmi? Voy, pressiga setvarsaklar bo'lmadimi? Shu chaqda mana bu go'shtni mo yemaymiz, tishni mo ko'chalamaymiz. Ha, deganlaring to'g'ri aka. Jinim ukalarım. Biz mushundaq lalanshib yuramizmi? Hech to'xtakchilik bo'lolmaymizmi? Voy, aka, o to'xt soltakning gapini qimig'ina. O'zimizni oshi yalang toshga selishtirib o'tiramizmi? Odamni undaq namusini keltirmagina aka. Bo'ptamsa. Mal eshik arvisini chiqib, birsik setib o'taylik. Xudoyim bir kuni sen degan hiliq oltinlarni berib qolsa, ajab emas. Hep belli, mana ma'u gaping bo'ldi aka. Oltinlarni cho'qim tepishib kerak. Aka. Mana. To'xti bu yezidan ketib qoldi. Do'stim Gulshan ilgirkidan texmo jimg'urlashib ketdi. U menga o'xshamaydi. Ko'ngli bek nozik bo'lg'ashqa, To'xtining ketishi uni qattiq azobga qo'ygan edi. U pat-pat buloq bo'yiga yana To'xti bilan mundashgan yalarga berib o'tirdi. Shunga men tosh bilan qechish vaqtimni azroq keyniga surishni keldim. Çünkü ben Gülşen'i taşlap kelsem, Gülşen tikendek yalğız kalatdı. Gülşen, ha? Kimni o'ylab o'tirib ketding? Deb baqqana. Men sana birsini doğrab beraymi? Qarab tur, ha? Bir söy valay. Qanday to'xtab o'xshadimi? Qarab, ani ko'layotmamdi.
Davud. Hey Davud. Nima qilganing bu? Bunda qilsang maktabning temi o'rilib tushmamdi. O'rilmamdi. Karim nima? Hey. Bunda bag'arazlik qilma. Bunda qilsang o'zingning putiga o'zing palti chapsan. Oqibating yaxshi bo'lmaydi. Nima? Oqibating yaxshi bo'lmaydi? Ota bobomdan qolgan oltin kumushlarni mush maktabga iyonet qilib yetam demamsa? Hey. Bu yo'q gap, Davud. Men senga necha qatim dedim. Bu yerda rastil oltin bo'lsa, bu chaq chiqib ep bo'lmamdi. Sen muze. Shuncha yillardan beri da'vo qilib kelyapman. Hech kim da'voyimni anglamadi. Shunda qo'ygandiki qo'limay qanday qilaman amsa? Oradan 1,5 yil o'tib ketdi. To'xti yanada qaytib kelmadi. Bizning to'y ishimizni keyinga surishga bo'lmaydi. Chunki yoz faslining yetib kelishi bilan dehqonchilik ishlaridagi oldirashchilik bizning ahvollarimizga ta'sir yetkazdi. Xudoyim omonat. Xo'sh do'stim. Bo'ldi, ko'nglingizni buzma. Biz yana qaytib kelamiz bu. Xo'sh amsa, o'zingizni asrab. Xo'sh. Nima bu? Kim keldi? Assalomu alaykum. Ag'inlar. Va alaykum assalom. Hey, nima qilsizlar? Aka, bana mana. Tataya qolanglar adash. Mana o'ylamasdan qanda. Ana mana emas. Musulmonsan bo'ladi. Ha, endi bo'ldi. mana. Assalomu alaykum. Oy, Qanday ahvolingiz? Teshqima. Teshtiribsiz. Teshqima. Qanday ahvolingiz, Avutga? Yaxshi turyapsiz. Savut, o'zini ahvolchi. Teshqima. Ma'qulamsa, men mang'ash turay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, shunda qilib dengiz bo'yigacha badem dege. Ha, qani. Choy ich. Mana o'zingmi jigarlik yigitgansan. Al ko'ribsan, shurt arlabsan. Ham ziyorat, ham tijorat degan shu. Mana meni desang vaqo, mush yashimga kelgicha tog'ning u chetiga o'tib boqmabdi ekanman. Shuncha chixyalarga bordim, sanki. Nemisini deysiz? Mushu mallik ko'nib qopti ekanman. Ha? Da'va. Nima demoqchi edi? Qo'sqinda borning hammani da'va. Mening yordamim lozim bo'lsa, mana men turibdiman. Endi meni demoqchi bo'lganim, menga mahalla atrofidan biror joylik yoki isib bersanglar, pulini to'lasam, to'ttamni so'qib, mavi o'zimning uyi ekan deb put qo'limni so'zib o'ltasam deyman-ku endi. Bu yaxshi gapgan to'xti. Biroq yezimizning yerini setib berishga bo'lmaydi. Hey? Mahallaning yuqorisidagi dog'ni bilasan-ku.
bilaman. Belli. Mana mushiya to'xti. Yarasang mushiyadan bir o'ylik ya berayli. Bu yerga suv chiqmaydi. Terig'ilmi bo'lmaydi. Sen uy salsang, hech kimning fikrimi chiqmaydi. Gülşen. Sırtımda sevindim Gülşen. Ben sizi unutamam Gülşen. Bizden de herkes ayrılmayız. Hey, aş to'xtatchi, shunda nomurat kelib edi. Tirishib oxir beyib ketdi ya. Bir kuni o'g'irlik chiqarsam, so'raydimi, so'ray. O uyda kimlar o'tiradi? Kim o'ltiradi? Kim o'tiradi? Gulshan o'ltirdi-da. Hey, mush to'xtini uyi necha tangaga bitganda? Anlasam 80 ming so'm xarjlabdi-dak. To'xtab shunchalar pulni nerdan topgandi? Shunday emas. Ketibmi shunchalar bayot ketgan bormi? Ha? O'g'irlik qildim-ya. Ey, yolg'on gap qilib gunohkor bo'lib qolmanglar yana. Malvarallarimiz ig'ilda topgan tagnimiz sandiqda tesh turdi-ku. Amiz keyingi sutchilar nima qilib ketamaydi? Aras. To'xti, Urumchidamdo, Shanxaydamdo, yana nima deydi Xudoyim, ish qilib bamiga yeri qamabdi-dak. Top sodidilar, nurg'un paydaganning gapi bor. Yana tehi sayyotgab setib, ko'p pul tepibdimish. Ish qilib qimiga ish qolmabdi. Biz ash to'xtakchilik bo'lamidik-da. O malik yen kelganda yonchug'idan 4 tanga chiqmaydigan demedi. Qaranglar, bugungi kun kelganda o'ylarni silib, hammamizning ko'zidan o't chiqaribdi. Birodarlar, anglasam, u tehi Gulshan bilan to'y qilamish. Mana voy. Davud Saud degan nojilar biz degan Sadirboyning avlodi deb hech kimni ko'z qilmay yuribsa, endi kelib ash to'xtakki singlisini beramda, Gulshan bilan to'y qilaman deyish to'xtining uxlab tushayu. Avud do'qmishda quruq parang selish bilan bo'laverdi. Davud yo'q oltinning da'dida haraqqa berilib ketdi. Savud hamdam xiyol kapda avazib qoldi. Kunlarning o'tishi bilan ularning kuni xaroblashib, ota bovisidan qolgan joyini setib, kichikgina qo'ni qo'rag'i ko'chib kelishga majbur bo'ldi. Xerishqanda to'xtaning uyi do'ng ustida qad ko'tarib turg'ashqa, ular uydan chiqib beshini ko'tarsala, bu esil imorat xuddi peshonasiga esib qo'ygandek aniq ko'rinadi. Aka. Qarab turib Gulshanni ash to'xtaki berimizmi? To'xta degan yomon tashna. Qilich tap totmasdan. Gulshanga eg'iz ochqiniga faqat aqlim yetmaydi deyana. O'z vaqtida ona qo'ng'it tepgan beti ma'dan qo'g'lab chiqib yurganlar nima ekan to'q-ku? Rastaysan aka. U yolg'on to'sh nimasiga yo'g'onchilik qiladi deyman-a? Shuni deyman. Biz kim? U kim? Ha? Biz Sadirboyning avlodlari tursak. Hey, aka. Mushu to'xtini, mushuni bilan 3-qitim elchi kirgizishi degina. Shamol chiqmasa, daraxtlanishmaydi degan gap bor. Songlimizni uni ko'ngli bormi? Ha? Hey,
düşüp otursan go. A to'xtaydiga yalang to'shnima go. Bu meni qo'lib chiqirib yutaylar. Anda Gulshanni o'g'nak kamsilayli. Bu degini to'g'ri bo'ldi aka. Shunday qilaylik. Bo'lmasa yuzimiz to'kildigan ish olib yuribdi yana. Shundoq qilaylik, aka. Aka, eng yaxshisi Dilshanni Nurdunbekning o'g'liga yaqin qilib Nurdunbek mu ilgari boy o'tgan odamlar ekandiq. Bizga foydasi yetib qolsa ajib emas. Bu gapingmi to'g'ri bo'ldi. Nurdunbek meni beshimdan chiqib og'ritib ketgan. Gulshanni bersak, to'xtidek so'ltakka emas, Nurdunbekning o'g'liga beramiz. To'g'ri. Shunday qilaylik aka. Bo'lmasa xaxlashingizni odam tepilmagandek yoq yurtga berdi deb bizni nomusga o'ldirmiz yana. Shundigina. Hey, uning o'zimizni bir ko'z qo'ymaymizmi? Shunday qilaylik aka. Gulshanni sulab qo'ylar. Gülşen! 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 Aka! Aka! Gülşen yokturdu. Yok. Nima? Yo'qmi? Yokturdu. Atraf qarab baqdingmi? Qardim. Hey, sen Rashidanikiga, sen To'xtinikiga bor. Chiqim shari. Ma'qul. Gülşen. Ne oldu Gülşen? Akıllarımdan paylı yamandaki durumda onlar sizni öldürüp yetişim mümkün. Hiç tamamında bir iş kaybolsun yarakladı gittim. Ben hiç şek etmeyeyim Gülşen. Biz minde vərdləşkən toq. Gidip qaç bolsun belli gideyim. Bolmasa olar. Sizni başka birisiga zorlab berib yetdi Gülşen. Yaram. Ben korkuvatımın. Məhliga öldürüp yetkenmendim. Akıllarımın uruktu kafırının yüzüge kandak karaylar. Gülşen. Bizga bundan başka yol yok. Eğer beginimde unutsanız. Bak muhabbetimiz veyran bulup. Siz mi? Ben mi ömürlük pişaymanda kalımız. Bilemsiz. Gülşen. Ben sizni yaxşı görmem. Siz bana ümit, muhabbet berişliğe, takdirimni o'zgartgan. Endilikda mening bu ham arzularim ko'pikka aylanadigan bo'lsa, mening bunday yashag'inimda o'lgunim yaxshi. Muhabbetimizni hayran qilish niyatim yo'q. Biroq aqllarim bizning to'y qilishimizga jon jahli bilan qarishtiryapsa, endi men qanday qilaman? Aka, Tapaldingmi? yo'q. To'xtak. Tutib oladigan bo'lsam, bo'ynimni uzatmasam, xat. Aka,
Bu aqlsiz sinimizni ko'mamsan. Shu to'xtak bilan bir ketmasa, nima ketadi u? To'xtanikiga bordingmi? Bordiq. Hey sen kumandım! Kalın! Kusur etsin! Beni koyun da! Kumandım değil mi? Kumandım değil mi? Kaltakdagilar. Mana. Nöja. Aka. Aka. Qutulmayman. Aka. Bulunlar. To'xtak! 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 Chiqar bu yoqqa! To'xtak! To'xtak! Bula! Bo'ldi. O'zimizsi yana bo'ldi.
Raylada. Oy, Gülşenmisan? Raylada. Nimish bo'ldi? Döngde bir nas kuyuvatamda nima? Sana etishqa tilim kuydi Gülşen. Endi o'zing ko'rib turibsan. To'xtining yengsaga uy kuyuvatdi. Nima? Nima dedingiz? Akılarım toxtunu qattiq urayotgan o'xshaydi. Axir deganda sarang bo'ladi. Akılarım uyga o't qo'yayotganda to'xtini uyda ekan deyishyapti. Kimning gapi rost? Xudoyim o'zi biladi. To'xti aman qasli bo'ladi. Oğlumlarımı toxtunu uyga peshlanib qolmadı. Yeni qivchini saqchilar izlab yurgidek. Urishni uribdi. Uyga o't qo'yayotgani nimasi? Oy, mazlumlar. Uxmagandikan, og'zinglarga kelgani jo'ylayvermanglar. Uyni to'xti o'zi ko'ydiryapti. To'danga o'zini uyinimi o'zi ko'ydirdi degan bormi? Tunogin kechda to'xti kelibdi. Bosh ko'zlari yeriq. Yelim deydiganda. Uyni ko'ydirib o'tib ketaman deb. Qadirkan bormi? Ikram. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uy, nima bo'ldi? Ha? O'ta. Nima bo'ldi? Nima shuzade bolam? Lunga bering qizim. Aytqana, nima ish bo'ldi? Ish yo'qmidi Qadirkan? Aytqana zodi nima ish bo'ldi? Qadirkan. Birinsiga ko'ngli tushib qolishmi gunoh bo'lamdi. Yo'qsa o'g'lim, oshiqlik o'tinimi Xudo soladi. Bo'ldi, yig'lama. Mening mushu yurtga musafir bo'lib kelib qilishim gunohmi Qadirkan? Kimning rizqini nega choshqan bo'lsa, shu yerdan teplaydigan gap, o'g'lim. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama bolam. Bo'ldi. Qadirkan. Xudo Gulshanni o'tini shurigimga solibdi-kan. Mushu mahallini agib ketamidi. Tirishdim, tirmashdim, yana pul topdim. Shuncha chiroyli uyni soldim. Yana yo'lini qilib qizga elchi kirgizdim. Zodi nima gunohim borligini bilmadim Qadirkan. Mana sizning xabringiz bor. Meni urib qilmagan haqoratlari qolmadi. Ularning oldida
Mening zodi nima gunohim bor? Qadirga, jamoat bu to'xtini nima qilgandi deb qolmasa. Men mushu mahallada ketsamni bo'ladi-ku. Men ketaman. Unda qilma, to'xta bola. Uyimga o't qo'yib bandek ketaman. Paylingda yong'in, unda qilma. Uyimga o't qo'yibman. O'g'lim qahashni Xudoga qo'ydim Qadirga. Bolam, hargiz shaytonning kayniga kirma. Paylingda yong'in bolam. O'g'lim. Nima qilgani bu, ha? O't qo'ygan bormi? Shuna deyman. Tova qildim, tova. Ha, shuncha qilmoq o'ng'aymoding, ha? Davud. Ey Davud. Ey. Ota ishni ajrat. Qaysi ishni? Ambardan ishkinchi. Nimaga ochma uni? Gulshan chiqib chayqaydan so'ng. Voy voy, bo'ldilar hali chiqay. Quba! Voy, bir tutmuş Mana. Kichim beni buyurib. Voy aka! 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 Ne bo'ldi? Gulshan yo'qtirdi. Ha? Qoshqon o'xshaydi. Savat, qupa. Singlim yo'qtirdi deyman, qupa. Nima? Bir. Kaçıptı. Nereden kaçırdı? Kömürden mi pencereden kaçıptı? Neyme katma bu? Uqbaqa? Voy masa o'qig'ini. Men ketdim. Sizlar meni kechirmaysizlar. Menmu sizlarning to'xtini uyi bilan qo'shib ko'ydirayotganinglarni kechirmayman. Yaqindan beri opam rahmatlik to'la shunga kirdigan bo'p qoldi. Manga shuya techiroq o'xshaydi. Men opamning qishig'a ketdim. Xudoga omonat. Xayr xo'sh. Bu nima deydiganda mana akalar? Qaysi opamizning qishi borman deydi u?
Abimiz allabiri o'lib ketgan tursa. Shunimi tushunmadingmi? Bu Gulshanning o'lib olaman degan gapidir. Ha? İzdetmem sense. Ne verip izleymiz? Vay. Gülcan bu. Budola. Ayaklara bak hele. Budola. Gülşen! 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 Seni bir kapı sonra bakayım. Selimka. Madrette. Bizden sonra Gülşen'i gördün mü? Ha? Zadı köydün mü kömüdün mü? Selimka. Gülşen'ni zadı köydün mü kömüdün? Bizi ciddileştirmek yapıksan ki. Köydüm. Xuda amanetini aptı. Yatqa yeri cennette olsun. Ya! Bu mümkün emez. Ya! Gülşen! 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 Reşide, Gülşen'ni köyünüz gelip, közünüz kötü olup kettiği deymen, ha? Şundak, Gülşen'ni bek çığındım. Mahalda ötküzüdüğün toy çayımızda Gülşen'ni üzümde koldaş kılımen. Siz toxtunu koldaş kılın. Bulamdı, ha? Tinchlikmi? Mayli, nima ishlar bo'ldi? Gülşen. Nima bo'ldi emas? Gülşen o. Tügep gitti.
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد Ma'lum hamakat kızın kılgan işini qaranglar. Endi kirimizni kim juyup, başlamağımızı kim edi? Bizning jafoyimizdan bular qutulmoq bo'lib, mush ishni qildilar. Boğam gömgen altınlarını tapqanda iş boshqacha bo'ladi demiş. Singlimga osh kattalarga kuyniganchilik kuyinmaydigan. Uning beshini otning dumbisini silg'anchilik mehrim bilan silmabdikan. Men bu aka bo'ldim. Amin. Qabristonlikda bir kishining qarisi ko'rindi. Mahalladagilar yiroqdan bu kishining chiroyini aniq ko'rmagan bo'lsa-mu, ko'nglida uning kimligini bildi. To'xti Gulshanning namoziga asosli hozir bo'lib chiqamadi. Chunki urf-odat uningga yo'l qo'ymaydi. Shu topda To'xti yuz bergan bu ishlarning hammasining ishga aylanib qilishini Heyliqi Mahuda Ma'rufovaning naqshini anglab yetib uxlab qoladigan kunlarning qaytib kelishini, hamma ishni boshqadan boshlashni xohlaydi. Lekin bu ish emas edi. Men bu ishlarning ishga aylanib qilishini naqadar umid qilatdim. Agar men To'xti bilan Gulshanni tepishtirmagan bo'lsam, bu ichinishli fojiami yuz bermagan bo'ladi. Lekin buni taqdirning o'rinlashtirishi demakdan boshqa amal yo'qdi. Meni shu chog'da ambarda meni birdan saqlab turmadingiz. Bu taqdirni o'rlashtirishi bu.
To'xti bu mahalladan ayrıldı. Tövende yeyilip yapkan bu mahalla onun közüge muşu bir keçidala özüdeki hemme güzelliklerini yoktu. Kıyırıp mükçeyip ketkendekle göründü. Çıkmazsa deme, ha? Asırısı ıslak vampim koygan Abdullah bak. Dedim sana, seni oğa bile, ortada yerine beni. Çıkam ona, çıkam. Çıkağa sarap, bana. Çıkamam. Çite yıraklarga endi çılıdı yalnız kimlik kanma milendi gülgiye çılıdı yalnız kimlik kanma milendi gülgiye Olçunun kalmayıp okuyup Kılgaş nigaribin cüdayım Olçunun kalmayıp okuyup Kılgaş nigaribin cüdayım Qaldı. Günlərinin ötüşü bilen ulanın günü haraplaşıp, ata boğusudan qalğan joyini setip, kichikkina konu qorağı köçüp gelişki mecbur boldu. Qerishqandek To'xtaning uyi döng ustida qat ko'tarib turg'ashqa, ular uydan chiqib beshini ko'tar sala, bu esil imorat xuddi peshonasiga esib qo'ygandek aniq ko'rinadi. Aka, qarab turib Gulshanni ash To'xtaga berimizmi? Yalan kılıç tep tatmasdın. Gülşenge ağız aşkına fakat aklım yetmeydi deyana.
Öz vaqtida ona shu qonqi tepgan beti. Ma'dan qo'g'lab chiqayotganlar nima ekan to'q u? Rost deysan, aka. U yalan to'sh nimasiga yo'g'onchilik qiladi deyman-a? Shuni deyman. Biz kim? U kim? Ha? Biz Sadirboyning avlodlari tursak. Hey, aka. Mushu to'xtini, mushuni bilan 3-qitim elchi kirgizishi degina. Shamol chiqmasa, baraqlashmaydi degan gap bor. Sonimizni uni ko'ngli bormi? Ha? Hey! Güshib o'tirsan-ku. To'xtay degan yalan to'shni bor-ku. Bu ma'dan qo'lib chiqirib yetaylar. Anda Gulshanni o'yiga makam silayli. Bu degini to'g'ri oldi, aka. Shunday qilaylik. Bo'lmasa yuzimiz to'kildigan ish olib yursin yana. Shunday qilaylik, aka. Aka, eng yaxshisi Gulshanni Nurdunbekning o'g'liga yaqin yetaylik. Nurdunbek mu ilgari boy o'tgan odamlar ekandir. Bizga foydasi tegib qolsa ajib emas. Bu gapim to'g'ri bo'ldi. Nurdunbek meni beshimdan chiqib og'ritib ketgan. Gulshanni bersak, to'xtidek so'ltakka emas, Nurdunbekning o'g'liga beramiz. To'g'ri. Shunday qilaylik, aka. Bo'lmasa xaxlashingizni odam tepilmagandek yoq yurtga berdi deb bizni nomusga o'ldirmiz yana. Shundigina. Hey, uning o'zimizni bir ko'z qo'ymaymizmi? Shunday qilaylik, aka. Gulshanni sulab qo'ylar. Hey Gülşen! Gülşen! Hey Gülşen! Hey aka! Aka! Gülşen yokturdu. Ha? Yok. Nima? Yo'qmi? Yokturdu. O'tirib qarab baqdingmi? Qardi. Hey, sen Rashidanikiga, sen To'xtinikiga bor. Maqul. Chiqmishadi. Maqul. Gülşen? Ne oldu Gülşen? Akıllarımdan paylı yamandaki durumda onlar sizni öldürüp yetişim mümkün. Hiç durmaganda bir iş kaybolsun yarakladı gittim. Ben işe ketmeyim Gülşen. Biz minde vərdləşkən toq. Gedib qaç bolsun belə gidəyim. Bolmasa olar. Sizni başqa birisiga zorlab berib etdi o Gülşen. Yarab. Ben korkuvatımın. Məhliga öldürüp ayetkenlendi. Akıllarımın kuruldu kafırının yüzüge kandak karayla. Gülşen. Bizga bundan başqa yo'l yo'q. Agar beginimga unutsangiz. Bak muhabbetimiz vayron bo'ladi. Sizmi? Menmi ömürlük pushaymonda qolamiz, bilamsiz? Gülşen. Ben sizni yaxshi ko'raman. Siz bana ümit, muhabbet berishlig'i, taqdirimni o'zgartgan. Endilikda mening bu hamma orzularim ko'pikka aylanadigan bo'lsa,
Benim bundak yaşıgınımdı. Ölgünüm yaxşı. Men sizni yaxshi ko'raman. Mening muhabbatimizni hayron qilish niyatim yo'q. Biroq aqllarim bizning to'y qilishimizga jon-jahli bilan qarashtiryapsa, endi men qanday qilaman? Aka, Tapaldimi? yo'q. Xat to'xtak. Tutib oladigan bo'lsam, bo'yningni uzatmasam, xat. Aka, bu aqlsiz sonimizni ko'mamsan. Shu to'xtak bilan birga ketmasa, nima ketadi u? To'xtanikiga bordingmi? Bordiq. Hey, sen kumadım! Kalın! Kusur et yok! Beni koyun! Şimdi nasıl beni koyun? Ne beni koyun tutu? Kumadım değil mi? Bırak! Beni koyun! Bak değil mi? Beni koyun! Koyun tutu! Koyun! Krema! 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 Ondan kapanlar hiçbir dolar. Bunu dikkat! Krema! Kaltakdakiler! Mana. Nece? Aka. Aka. Kurtuldu bayma. Aka. Şunu içinler. Şunu içinler. Bulunla. Tohtak! Hey Tohtak! Hey Tohtak! Çıkar bu yakka! Tohtak! Tohtak! Bulunla. Yıkınıp kalıyor aşağı. Boldi. Ülpemsi yerim oldu.
Raylada, Oy, Gülşenmisan? Raylada. Nima ish bo'ldi? Döngde bir narsa ko'yaptamda nima? Sana aytishqa tilim kuydi Gülşen. Endi o'zing ko'rib turibsan. To'xtining yengsaga uy kuyyotidu. Nima dedingiz? Akılarım to'xtini qattiq urib o'tgan o'xshaydi. Axir deganda sarang bo'ladi. Akılarım uyga o't qo'yib o'tganda to'xtini uyda ekan deyishyotdi. Kimning gapi rost? Xudoyim o'zi biladi. To'xti aman qasr bo'ladi. Oğlumlarım, to'xtini uyga peshinib qolmadı. Yeni qivchini soqchilar izlab yurgidek. Urushni uribdi. Uyga o't qo'yayotgani nimasi? Oy, mazlumlar. Uxmagandikan, og'zinglarga kelgani jo'ylayvermanglar. Uyni to'xti o'zi ko'ydiryapti. To'danglar, o'zini uyini o'zi ko'ydiramdi. Degan bormi? Tunurgin kechda to'xti kepti. Bosh ko'zlari yeriq. Yelim deydiganda. Uyni ko'ydirib o'tib ketaman deb. Qodir aka bormi? Ikram. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uy, nima bo'ldi? Ha? Ota. Nima bo'ldi? Nima shuzade bolam? Lunga bering qizim. Aytqana, nima ish bo'ldi? Ish yo'qmi, Qodir aka? Aytqana, zodi nima ish bo'ldi? Qodir aka, birasiga ko'ngli tushib qolishmi gunoh bo'ladi. Yo'qsa o'g'lim,
Aşıqlıq otunu mu Xudo soladi? Bo'ldi, yig'lama. Mening mushu yurtga musafir bo'lib kelib qilishim gunohmi, Qodir aka? Kimning rizqini nega choshqan bo'lsa, shu yerdan teplaydigan gap, o'g'lim. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama bolam. Bo'ldi. Qodir aka, Xudo Gulshanning o'tini shurigimga solibdi ekan. Mushu mahallani agib ketammidim. Tirishdim, tirmashdim, yana pul topdim. Shuncha chiroyli uyni soldim. Yana yo'lini qilib qizga elchi kirgizdim. Zodi nima gunohim borligini bilmadim, Qodir aka. Mana sizningmi xabringiz bor? Meni urib qilmagan haqoratlari qolmadi. Ularning oldida mening zodi nima gunohim bor? Qodir aka, jamoat bu to'xtini nima qilgandi deb qolmasin. Men mushu mahallada ketsamni bo'ladi-ku. Men ketaman. Undan qilma, to'xta bolam. Uyimga o't qo'yibman deb ketaman. Payningda yong'in, undan qilma. Uyimga o't qo'yibman. O'g'lim, qahashni Xudoga qo'ydim, Qodir aka. Bolam, hargiz shaytonning kayniga kirma. Payningda yong'in, bolam. O'g'lim. Nima qilgani bu, ha? O't qo'ygan bormi? Shuna deyman. Tova qildim, tova. Ha, shunchalik qilmoq o'ng'aymi odamga? Davud. Ey Davud. Ey. Ota ishni jibet. Qaysi ishni? Ambardan ishkinchi. Nimaga ochima uni? Gulshan chiqib choy qaynatsin. Voy voy, bo'ldilar, hali chiqay. Quda! Voy, bir tutmush qolaman. Mana. Kichkina buyruq. Bugungi bu kecha nihoyatda ansiz ham unutilg'isiz bir kecha bo'ldi. Mahallimizning chetidagi do'nlikka yangi selingan bu uy o't ichida qoldi. Bu uy do'stim Gulshanning yurgan yigiti To'xtaning uyi.
To'xtak! To'xtak! Chiqa bu yoqqa! To'xtak! To'xtak! To'xta! Mana chiqa bu yoqqa! Bo'ldi. O'libamizmi bu yana? Yo'qol bu ma'zin. O'zingchi bizni sana qiz berdi deb o'ylamsan? Sen kim? Ha? Va biz kim? Hey, nazing kelgan bo'lsa, xotinni shu yerdan ol. Keting to'xtang, yiroqlarga keting. Akalarimning payli yomon turadi, ular sizni urib o'ldirib qo'yishi mumkin. Hech bo'lmagan bir ish qo'y bo'lsin, ko'zini yiroq joyga keting. Gülşen. Ben sizin taştan bir şey hak etmeyemem. Bizning ateş ketdik. Kelsak birga ketaylik. Bo'lmasa, ular sizni boshqa birsiga zo'rlab beraydi, Gulshan. Yo'q. Men qo'rqaman. Mayliga. Umr bo'yi qaytib kelmayman. Aqllarimning urib qalarimning yuziga qanday qarayman. Gülşen. Bizim bundan başka yol yok. Ben size yavaş göreyim. Eğer ki birlikte görmüşseniz, her şeyimiz ömürlük pişmanlıkta kalırız. Gülşen. Gülşen. Ben sizinle yavaş göreyim. Gülşen.
faciaga uchradi. To'xtiga do'stim Gulshanning 3 akasi nimancha ishlik qiladi, ha? To'xti bu mahallada paydo bo'lganda 15-16 yoshlardagi bola edi. U bizning yuzimizni kesib o'tib, turmush alakchiligida nalarga mangan edi. Horg'inlik, ochlik, charchash uni amalsiz holda bizning mahallada turib qolishga majbur qildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga miskin o'ltirib ketding o'g'lim? Na'dim keldi? Tog'ning u tarafida. Tog'ning u tarafidan demsa. Bildim. Bu gapchi bu yurtga musofir ekansan-da. Bu yurtda uruq tuqqanlaring yo'q o'xshamadi. Bo'pti. Unda bo'lsa, yura balam. Biznikiga berib bir piyola choy ichgin. Qo'pa. Qo'pa balam, qo'pa. Hey. Qo'pa, qo'pa. Mana, mana. To'xtini ko'chadan chaqirib aytirish, tunji qitim choy bergan kishi atrofning mahsusiga qaraydigan ma'ruf bo'ldi. Kunlarning o'tishi bilan bo'y, bu xulqi yumshoq, oyoqi issiq, chiroyi illiq to'xtiga amroq bo'lib qoldi. Marubda, akila. Nalay. Bo'ldi, o'zim apurizm balam. Bo'ldi akila, nalay. Mahallimizda To'xti ismli to'limi kelishgan bir yigitning paydo bo'lib qolganligini do'stim Gulshanga tunji qitim men deb bergan edi. Hay Gulshan, maliga To'xti deydigan bir yigit paydo bo'lib qopti. Sen uni uchirtib baqdingmi?
Yo'q, uchratmadim. To'xta ma'limizdagi ba'zi yigitlarga qaraganda bak ishchan ham kelishgan yigitdek qiladi. Chiroyi bir qarmoq qilsang o'xshab ketadigandak qiladi jim. Meni deydigansa, o'chib qolganda diqqat qilib boqqana, uning chiroyi rostlasang o'xshaydi ekan. Qara, sening shaytonligingni. Qarab boq. Hozirli berib ko'rib boqqan kelyapti-da. To'la chaqchaqsamag'ana. Ma'rufka, ajab obdan o'g'ildan birini tepib olibsan, ha? Ha? To'xtim damsa. Xudoyim berdi Afkam. Xudoyim berdi. Qarmoqqimi, to'xti ishchan, tirishchan bolada ko'rinadi jumi. Shu. Ay. Ma'ruf tag'a, Xo'sh. Soyimkam to'xtini bizga yordamlashib, olmalarni Sivatga qochilish bersin deydi. Ha, bo'pti, bason. Ay, to'xtaxun bolam. Ha? Nega? Qo'lingdagi ishni qo'yib, ha? Mas singling bilan baqqa berib, olmani qochilish berib kel. Mana. Ha, ma'qul. La, bag'im bolam, bag'im. Olmalardek qachilayli. Mashinachi uzib bo'lsak bo'ladi. Ha, mayqa, mana qachilar. Asli bo'ldi deyman. Mashinaga qachilayli. Hey. Hey, han maqsum yaxshi aytdi-jimi? Yaxshi aytdi. Qachilarda Qani? Kelib Al qizning endiki olmalarni bu yoqqa kelishib berim. Berim size. Bo'ldi, eshik yo'q. Bo'ldi. Hey, Gulshan. Qo'lingni qilma. Chiqma. Bo'ldi, chaqama. Qo'li qanab ketdi. Tinib qo'yaylik. Kichikini ya. Yo'q, bo'lmaydi, tinib qo'yaylik. Bo'ldi, hech nima bo'lmaydi. Manda qiling, ko'rib boqing. Yomon bo'pti. Aşklarga hayat lezzeti muhabbetle alemde elle yayırsın muhabbetle alemde
günlerning o'tishi bilan To'xti mahalladagilarga tunishib ketdi. Uni kim ishga buyursa, yo'q demaydi. Telkinin davanidin karvan taftmaz öttü. Karvan taftmaz öttü. Bundan da apırıp çay içkin. Bo'ldi jon opa, bo'ldi opa. İlahın yığılğan Anbiley Haleylin Ayet Süleyman yığılma Ayettir İlahın yığılğan Anbiley Haleylin Ayet Süleyman yığılma ayettir Süleyman yığılma ayettir Mana bir çağlarda mening o bola chaqam uy makonim bo'ladigan. Bir qatimliq qiyon optida bola chaqam uy makonimdan ayrilib qoldim. Oxirida taqdir men qerini tikandek yolg'iz qo'ydi. Necha yildan buyon mushu dudda menga hamroh bo'lib kelyapti. Buningga shukr. Xudoyim seni menga hamroh qilib yo'liqtirganni qaramamdigan balam. Hey, bo'ldi. Inga kulab o'tirayverma. Yomon bo'ladi. Ha? Bir kulib etgina. Mana mundaq. Baxting oldingda. Oyunlarını kaçan kılsınlar. Karak seni itaatkan gitsinler. Atanımız koşulsa kılımız, bulmasa kaçımız şu. Kaçadıgan buluvatısılar. Ha? O meni orup olganda, barıdığan cayını tip olganda anın kaçımız. Allah'ı gitemmişler ya. Tezrak bulaydı. Hey Reşide, nimacha oldiraysan? Seni tezroq olib ketib kamsan bo'lmaydi. Bo'lmasa bizning yigit. Gülşen! Ha? Hey Gülşen! Ha mana? Tez bol! Bol adaş! Soğuk barayla yürü! Hazırlı baramı da? Hazır barımı satırıp durun. Yok tez bol! Hazırlama! Tez bol ha? Makul! Tez bol ha Gülşen!
Gülşen, sen berip durgan. Mening azroq ishim bor. Kayningdilla barma, ha? Hay. Siz ötüverin. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله Uzaq mezgil dan sıkılış kişilerinin azabını tatkan mihrivan Məruf bovay alemden ötdi. Bovayның bir parça kegiz, konu yokkan köpe ve helik kiçikkin vıcırsı bilen tutturı tohtığı kaldı. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الله أكبر. Sabr qil bolam, sabr qil. Şu arada kişiler oynamagan işler yok. Etrafning ot ulaqlar yerleri azalarga ko'tirib berdi. Savur Burat, sana mal to'g'riga tegdi. Ammayma bu eski şarkını. Ne yapasan apa? Ola bunu. Voy aka voy, degandiki aqalman baxti. Ağilla, muş to'xtig'imi bilanimi beramiz? To'xtig'i nima deb birinin bagidakmiz? To'xtiya bu atrofning a'zosi. Şu emasmi? To'g'ri. To'xti bu atrofning a'zosi emas. Uning ustiga bu yerning nopis kep turdimi? Yo'q. Shuni berishga bo'lmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, Ma'rufkam rahmatlik mushu mahvolga 20 necha yil qaridi. To'xtini o'zining bolasidek yaxshi ko'ratdi. 2 yildan buyon yezdagi hamma kishi uni ushshaq-tushak ishlariga soldi. Bovayning yuz xotirasi uchun bo'lsa-mu,
onunğa avu kona öküz arusunu bereyli. Bo'ptila. To'xtamo mahallimizning o'z bolasidek bo'lib qoldi. Uningimi bir tirikchilik kerakda. Sen batık ol batık he? Etrafında ana. To'xti! Ey to'xti! Qanasan? Ha? Hey, u yerda kashkichon yiqib turavermang. Men Farvoning qishig'i bor. Aptap ezib qo'yotandi nima ufka? Yaxshimisiz qadirka? Yurting esing kelib qoldimi ya? Xiyol aka, xiyol. Yosh turib, sana nima xiyol? Sizlarga ko'traga yeringdan terasizlar. Men bu quruq qari bilan nima ishmi qilaman? Rost aysa, buning öküzini menga taqsim qilib, orasini sana berginin demamsan. Mundaq qilayli ufka. Ya sen menga arvangni ber, ya men sana öküzni o'tinay. Qandaq dedi? Undaqmi qilmayli qadirka? Senmi o'g'ri to'rt o'shiq tepib kelib, dattikamni deyishmaydim bo'lmasa. Undaqmi qilmayli? Biz qandaq qilamiz? Bu öküz arusini o'ylingizda bekor yotgan eshak arusiga tegishsak qandaq deysiz? Tegishsak? Tep qo'ying. Asam qanday bo'ladi? Voy, yo'q, ilang. Ilang ha. Tep qo'ying. Ay bo'ldi. Voy, tep qo'ying. Qanday bo'ladi? Ilang. Undaq qilmang, ilang. Ilang. Mana. zamonlardan tarab hech kim shaharga sida kirib ketib boqmagan edi.
Bulupma erler bundak işini teximi qilmaydi. Dastlabda To'xti har kuni uyma-uy kirib sut yig'di. Keyin mahalladagilar sutlarini o'zi akirib beradigan bo'ldi. To'xti Gulshanning buloqqa suv og'ilib keladigan vaqtini nihoyat aniq biladi. Shunga u fursat topsala buloq bo'yiga berib Gulshanni bir ko'rib olishga, uningga o'z ko'nglidagi shirin xiyollarini izhor qilishga intiladi. qolarmikin deb aldirabla kelib edim.
Gülşen. Sayınka. Qanday ahvolingiz? Teshikma. Turing, uy kiraylik. Bo'ldi. Ishingni qilaver. Sen ishingni qilaver, ha? Ishim hozirla tugaydi. Ma'qul. Sayınka, bu yoqlar qadimingiz yetib qopdi-ku. Shundoq. Ukam. Demisam, bo'lmadi. Hal kuningning yaxshilanib qolganiga qarab, ba'zilarning ko'z qizirib yetibdi. Arvini berversang bo'ladigan o'xshaydi. Sutni shular o'zlari setib baqsin. Qo'lingdan ish keladigan yigit kelsa. O haru bo'lmaganqa senmi oshqanmassan. Bo'pti. Bu harvini o'zingiz berdingiz. Siz o'ttirda xijolatib qolmang edi. Mushuk haqlarning ko'zi tushmaydigan jiroq joyga berib o'qib qilay. U yerda qanchalik turasiz? Uzoq turmayman, Gulshan. Ozroq pul topsamlar, cho'qim qaytib kelaman. Siz xotirjam bo'ling. Men cho'qim qaytib kelaman. Gülşen. Ben qaytib kelguncha siz meni saqlay olasizmi? Javob bering, Gülşen. Gülşen, ötünüp qalay. Bana cevap verin. Cevap verin.
Sen şunda qilsang bo'larmiki, Davud? Ma soatini ishkimiz sutni shaharga kirib sotayli. Bo'lamda? Ay, mağmana va. Men endi mush so'ditim bilan osh to'xtakka o'xshash haqlarni ishg'olga verib, sut yig'ib yuramda. Bu menga na at, na nomus. Men hargiz qilmayman. Qilsam o'zim qila. Qanaqa gap bu? Bu nimada g'araz uqmaysa? Ma sut deganni at deganni qopib, shaharga kirib sotadigan gap. Sen shuncha uyquni achalamsa? Voy. Japa ishni o'zimiz qilib, osilni sana bersak, uningga bo'lmisan? Bo'ldi, bu ishni qilmaylamsa. Aka, ondan bir o'ylab baka. Biz endi osh to'xtak degan yalon to'shni do'rab, sut sotib yuramda. Biz kim bilamsan? Yaqinda hiliq Sadir bovam ko'mib qo'ygan oltinlar chiqib qolsa, pul degan o'zligidan keladi. Biz unda past ishlarni qilmayli aka. Mahallimizda to'xtadan boshqa hech kim bunday ishni qilmagan tursa, endi biz Sadir boyning avlodlari qilamdi. Ota bovullarimizning ro'yi qo'rinib qoladi deymi aka? Salma ahlimizni ishildayli. Nima qilishsan qilisha? Ma eshak arvisini to'xtakdan tortib oldik. Endi men xatni olib satamasmi? Voy, pressiga setversakni bo'lmadimi? Shu chaqda mana bu go'shtni mo yemaymiz, tishni mo ko'chalamaymiz. Deganlaring to'g'ri ukam. Jinim ukalarım. Biz mushundaq lalanshib yuramizmi? Hech to'xtakchilik bo'lolmaymizmi? Voy, aka, o to'xt so'ltakning gapini qimig'ina. O'zimizni oshi yalang to'shga selishtirib o'tiramizmi? Odamni undaq namusi keltirmagina aka. Bo'ptamsa. Mal eshik arvisini chiqib, bir sikset o'tayli. Xudoyim bir kuni sen degan hiliq oltinlarni berib qolsa, ajab emas. Hep belli. Mana mau gapim bo'ldi aka. Oltinlarni cho'qib tepishib kerak. Aka. Mana. To'xti bu yezidan ketib qoldi. Do'stim Gulshan ilgirkidan texmo jimg'urlashib ketdi. U menga o'xshamaydi. Ko'ngli bek nozik bo'lg'ashqa, To'xtining ketishi uni qattiq azobga qo'ygan edi. U pat-pat buloq bo'yiga yana To'xti bilan mundashgan yalarga berib o'tirdi. Shunga men tosh bilan qechish vaqtimni azroq keyniga surishni keldim. Chunki men Gulshanni tashlab kelsam, Gulshan tikandek yolg'iz qoladi.
Gülşen, ha? Kimni o'ylab o'tirib ketding? Deb baqqana. Men sana birsini doğrab beraymi? Qarab tur, ha? Bir söy valay. Qanday to'xtab o'xshadimi? Qarab, ani ko'layotmamdi. Davud. Hey Davud. Nima qilganing bu? Bunda qilsang maktabning temi o'rilib tushmamdi. O'rilmamdi. Qarim nima? Hey, bunda bag'arazlik qilma. Bunda qilsang o'zingning putiga o'zing faltiyapsan. Oqibating yaxshi bo'lmaydi. Nima? Oqibatim yaxshi bo'lmaydi? Ota bobamdan qolgan oltin kumushlarni mush maktabga iyon qilib yetardim hamsa. Hey. Bu yo'q gap, Davud. Men senga necha qatim dedim. Bu yerda rastil oltin bo'lsa, bu chaq chiqib ep bo'lmamdi. Sen muze. Shuncha yillardan beri da'vo qilib kelyapman. Hech kim da'voyimni anglamadi. Shunda qo'yganki qo'limay qanday qilaman hamsa? Aradan 1,5 yil o'tib ketdi. To'xti yanada qaytib kelmadi. Bizning to'y ishimizni keyinga surishga bo'lmaydi. Chunki yoz faslining yetib kelishi bilan dehqonchilik ishlaridagi oldirashchilik bizning ahvollarimizga ta'sir yetkazadi. Xudoyim omonat. Xo'sh do'stim. Bo'ldi, ko'nglingizni buzma. Biz yana qaytib kelamiz u. Xo'sh hamsa, o'zingizni asrab. Xo'sh. Nima o? Kim keldi? Assalomu alaykum. Og'aylar. Va alaykum assalom. Hey, nima qilibsizlar? Aka, bana mana. Tataya qolangni adash. Mana o'ylayapsiz qanda? Ana mana emas. Musulmonsan bo'ladi. Ha, endi bo'ldi. Mana. Assalomu alaykum. Oy, Qana avalangiz. Teshqma. Teshtiribsiz. Teshqma. Qanday avalangiz avtga? Yaxshi turib Savot, o'zim ahvolchi. Teshqma. Ma'qulamsa, men mang'ash turay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, shunda qilib dengiz bo'yigacha badem dege. Ha, qani. Choy ich. Mana o'zingmi jigarlik yigitgansan. Al ko'ribsan, shurt orlabsan. Ham ziyorat, ham tijorat degan shu. Mana meni desang vaqo, mush yashimga kelgicha tog'ning u chetiga o'tib boqmabdi ekanman. Shuncha chixyalarga bordim, sanki. Nemisini deysiz? Mushu mallik ko'nib qopti ekanman.
Dava. Nima demoqchi eding? Qo'sig'ingda borning hammani dava. Mening yordamim lozim bo'lsa, mana men turibdiman. Endi mening demoqchi bo'lganim, menga mahalla atrofidan biror joylik yoki isib bersanglar, pulini to'lasam, to'ttamni so'qib, mavi o'zimning uyi ekan deb put qo'limni so'zib o'ltasam deyman-ku endi. Bu yaxshi gapgan to'xti. Biroq yezimizning yerini setib berishga bo'lmaydi. Hey? Mahallaning yuqorisidagi dog'ni bilasan-ku? Bilaman. Balli. Mana mushiya to'xti. Yarasang mushiyadan bir o'ylik yer beraylik. Bu yerga suv chiqmaydi. Terig'ilmi bo'lmaydi. Sen uy solsang, hech kimning fikri chiqmaydi. Gülşen. Sizni pek sevindim Gülşen. Ben sizni unutam bilen Gülşen. Bizden de herkes ayrılmayız. Hey, aş to'xtachi, shunda nomurat kelib edi. Tirishib surib, oxir beyib ketdi ya. Bir kuni o'g'irlik chiqarsam, saroydan, saroy. O uyda kimdan o'tiradi? Kim o'ltiradi? Kim o'tiradi? Gulshan o'ltirdi-da. Hey, mush to'xtini uyi necha tangaga bitganda? Anlasam 80 ming so'm xarjlabdi-da. To'xtab shunchalar pulni nereden topgandi? Shunday emas. Jetibmi shunchalar bayot ketgan bormi? Ha? O'g'irlik qildim-ya. Ey, yolg'on gap qilib gunohkor bo'lib qolmanglar yana. Malvaralarimiz ig'ilda, topgan tagnimiz sandiqda tesh turdi-ku. Amiz keyingi sutchilarni chiqib yeb ketamaydi. Aras. To'xti, Urumchidamdo, Shanxaydamdo, yana nima deydi Xudoyim, ish qilib bamiga yer qamabdi-dak. Top sodidilar, nurg'un paydaganning gapi bor. Yana tehi sayyotgab setib, ko'p pul tepibdimish. Ish qilib qimiga ish qolmabdi. Biz ash to'xtakchilik bo'lamidik-da. O malik yen kelganda yonchug'idan 4 tanga chiqmaydigan nimetdi. Qaranglar, bugungi kun kelganda o'ylarni silib, hammamizning ko'zidan o't chiqarib etdi. Birodarlar, anglasam, o tehi Gulshan bilan to'y qilamish. Mana voy. Avut, Davud, Saud degan nojilar biz degan Sadirboyning avlodi deb hech kimni ko'z qilmay yuribsa, endi kelib ash to'xtakki singlisini beramda, Gulshan bilan to'y qilaman deyish to'xtining uxlab tushayu. Avut do'qmishda quruq parang selish bilan bo'laverdi. Davud yo'q oltinning da'dida haraqqa berilib ketdi. Savut hamdam xiyol katta ovoz o'qdi. Meni 2 kun saqladingiz Gulshan. Sizning ishqingizda sarang bo'layin deb qoldim. Gulshan, men sizni uchratgandim bu yan. Har kuni xiyolimdan chiqmaysiz. Men sizni rostini yaxshi ko'rib qoldim. Siz meni yaratdingizmi? Jinim Gulshan. Men sizni uchratgandim bu yanlar. Qalbimda boshqacha umid paydo bo'ldi. Nima uchunligini bilmayman. Siz kecha-kunduz xiyolimdan chiqmaysiz. Men rostini sizni yaxshi ko'rib qoldim. Aqlimda qo'rqim. Aqlim bilib qolsa,
Gülşah, hatırcam bolup, akıllarınız herkes bir nima demeydi. Korkmang Gülşah, akıllarınız herkes bir nima demeydi. Canım bir daha bulsun ay eşkı ay sana. Mahallimizda ertadan kechgacha tomni yulab o'ltirib, quruq parang bilan kun o'tkazadigan bir necha bor edi. Ular uchun ertayozda yaga urug' chechib, kuzda o'rib olishdan boshqasi ish hisoblanmaydi. Ular uchun yer yuzida eng chiroyli yermu mushu yeza. Eng go'zal osmonmu mushu mahalning osmoni edi. Ilm setim ishini oldamchilik deb qaraydi. Sirtlarga berib ish ovqat izlab chiqishni qalandachilik deb bilishadi. Maqmanga, mushum uyan bo'ldimi? Qandoq? Hey, bo'ldi. Ey, oldinglarmi ekan? Mush qizil qum tarafda bor-ku. Nari satadigan bir oshpaz bor emish. U ot go'shini yevrib, o'zi oxiri oshxonadan otdek chiqib ketdi. Geldi. Hey, ağilla, muşu qaysi bir davlatda var-ku? Bir xotin to'rtni tug'ibdi danglar. Uning uchi odamga o'xshaymish. Ay, yana birini olimlar tadqiq qilyapti. Hey, qaranglar, to'xtab kelyapti. Assalomu alaykum. Pah. Ma to'xtaxin o'zicha kostyum kiyibdi. Kostyum kiyib, eshak harusi haydadi degan gap eg'ilga zadivol tatgandek bir ishda bu. Mush to'xtakning kiyib yuguniga qaraganda, ma kostyum deganmi? Tayliq bir nima? Menden özünüzü kaçırmak için. Ben rastgele sizni yaxshi ko'raman. Men sizni o'zimni qachirmayman. Do'stimiz Rashida Motash bilan xotirjam olishib yuribdi. Shundoq. Bu jihatimiz aqlimning barcha uqdi. Eğer yani cevap vermişsene, bu kol yağını Gülşen bana soğuk kıldı da taşlarını yiyip Yo'q, unda qilmang. Hey, ini lah. Gilin. Gilin,
Nimanda kechib ketdingiz? Rashidaning uyda azroq ish chiqib qoldi. Ha, bo'ldi. Ha, men kirib. Kirib g'ash-g'ash tomoq qilam. Odamni qo'rsiq ichib o'lay dedim yana. degan bilan tez pishirdi aka. Singlimizning qo'li guljumo aka, ha? Dahli ishcha. Rost aytyapti. U bizning qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lib kelyotdi. Apamiz rahmatli tugab ketganda qandoq qilamiz deb bak ansirgandi. U uzundan beri kirqatlarimizni yuvib, tomoqlarimizni etib, haqiqatan qarindoshlik yerini yetkazib aka, tamom qala. Gülşen'in hali çıkartan da. Gülşen akivas koptiken. Şundak. Şundak qilgan bo'lsa, o'zimni qiynalmaydi. Kirib bet baqay. Qandaroq adash. Teştirdingmi? Assalomu alaykum. Teşekkür. Yaxshimisiz Rashida? İşlerin qandaroq? Yaxshi. Voy, to'xti. Nima degan jiq so'zmilar bu? Kundan kunga beyib ketyapsizmi? Odamning hechlig'i menga Rashida. Gülşenni yaningizga akilib olib yordamchi qilyapsiz bo'lmamdi? Shunda qilmamsan to'xti. Sen hozir mahallimizda xeli ko'zga ko'rinib qoldi. Gülşenni akilyapsan, ishlaring texmi yurishib ketadi emasmi? Xudoyim bo'lsa, umu Lekin to'xti, har ishlarda jurat bo'lish kerak. Bo'lmasa jurat? Shundoq to'xti, mana bizdek jurat bo'lish kerak. Mana ikkimiz aytgan qichib to'y qilamiz. Nimish qichib to'y qilsizlar? Qaydusim bilan to'qsonlar bo'lmamda? Qaydusim bilan to'y qilaylik desak, to'ylikni tayyorlab bo'g'ich qirib ketadi ekanmiz. Shunga bizning bu yerda qichib to'y qilish ota-bolalarimizni tortib, qaydusonga aylangan. Chunki biz qiz taraf to'yliqni noyda eg'ir solamiz. O'g'il tarafning kuchi yetmaydi. Shunlashqa qiz bilan yigit birlikka kelib qachimishi. Men Gulshanni qaydusim bilan Singlim, nima qilyapsiz, ha? Yana aroq ichib ketibsiz-da? Yo'q.
Menden ranjimang singlim. Singlim, menden hergiz ranjib qolmang. Derdim bu odamman. Şuna aroq ichiman. Biz kimning avlodlari bilamsiz? Siz hech nimani bilmaysiz. Biz degancha Sadirboyning avlodlari. Bo'mizning tog'da minglab qo'yi, shaharda bir qancha yerda qaro joy bo'lgan ekan. Meni bekadan-beka lalanglab yurdi debsiz? Men ashu maktab qilib olgan joyning da'vosini qilib yuryapman. Agar ashu joy qo'limizga qaytib keladiganlik bo'lsa, biz alomat berib ketamiz. Hey, Davudka! Ashu oltinlarni zoti qachon topsan, ha? Haram tamoq. Bayatı beri, men bari sanmamda. Benim tamashamni ko'rib turibsan-da, ha? Hey, jinim aka, ashu oltinlarning dardida sarang o'p qolma yana. Hey, mana ishini qila. Ko'zida yo'qlar mana. Maldikilarning hammasi maktab silib olgan yerda Sadirboyning oltinlari bor deyapsa. Hey, sarang, qasini oqmoq deb o'tqanga. Guyna. Mana amoqat. Voy. Davudka. Sana o'rning oltin. Mashinani chiqib olgan bor. Yura. To'xtabdi. Davudka. Davudga gap qilamsan. Voy, nima bo'ldi? Astaroq gap qila, astaroq. Qip-qizilni sarankan-ku u. Baklar haddidan eshib ketdi. Sen cho'ng bo'lgandan keyin uning ishga yig'iz gap qilib qo'ysang bo'lmamdi. Hey, meni gap qilma dedimsa. U gap anlamasa. Sizlar iliq yo'qotlarni da'vosi qilib yuriydi. Men uni kapustin ketamdikin deb ansirayotiman. Shundoq bo'lsa, u yaxshi bo'ladi. Hay. Undaq deb ketma Afgan. Nimali bo'lmasin, u sening o'z qirilishi. U sana olib qolsa, mahaq nima deydi? Ha? O Sadirboyning avlodlari ota bobosidan qolgan yo'q oltinni deb aqlidan ezibdi, demamdi. O'ylabroq gapdi. Va qolsiz yam ichida, juma. Aqmoqdan chiqib ketayotgan kim u? Voy, iliq to'xtab ko'rmamdi. Nima? Mushin keldi axon, mushinjo'la olib ketdimi? Ey, u nimasiga mushinjo'la taraqshidi u? Uni taraqshitayotgan bizning mahallining suti bo'lmamdi. To'g'ri. Ey, nima uchun o'zimizning sutini o'zimiz sotmaymiz? Ha? Rost. Biz nima deb o'zimizning sutini o'zimiz sotmaymiz? Shundoq. Qaysi sutni? Mahallimizning sutini-ku. O'zinglar bir ishni jo'ndab qilolmaydi ekansizlar. Haq qilsa ko'ramaydi ekansizlar. Soyim, ko'ramaganlik emas. Biz necha vaqtdan ma to'xtadigan qalandani o'zini jo'ndib olsin deb qo'yib berdik-mi? Birdan eshak aruz qilib, sizlarni sotmamsizlar. Kim sizlarning qo'linglarni tutib oldi? Bu qiziq gap qilgansan. Bizda bu kichikgina mahallada necha aralab opirib sotqadak sut bormi? Hey, amisa meni zodi nima qildaysizlar? Hey, mahallining sutini o'zimiz sotamiz. To'g'ri. Mahallining sutini-ku mana biz sotamiz. To'xtak degan qalanda berib boshqa chiqsin u. To'g'ri? Soyimka, ma ishkisi rost gap qildi, juma.
Sen To'xtakning arusini bizga ep verirsen. Ey, haqning arusida sizlarning nimaqilar bor? Nemada haqqimiz olmaydi ekan? Atarılarını taqsim qilganda qarab turib, yep-yangi bir öküz harvini To'xtaga beribdi. To'g'ri. To'xtani g'achchida Qodirning harusiga tegishib oldi. Tegidan bizning mulkimiz u. Shu. İnsaf qilinglar. To'xti, ish bulanmay echib yetadigan sutinglarni shaharga kirib pul qilib berib. Yomon qilmagandu, ha? Sayım. Harvini bizga o'zing chiroyliqcha epasang ben. Bo'lmasa biz o'zimiz tortib olamiz. Atratning harusida To'xtakning bir tillik haqqi yo'q. Bu Gülşah. İyilik qilmoqchingizni yana bir qatam aytib beraman. Qani ayting. Yangrıson yüreğimden akşam yangrıson. Ağlısın bu akşam ne cihan ağlısın. Bağlısın yüreklerini tınıp yürekке. Sevgimizin riştisini mehkem bağlısın. Yangrısın, yakın akşam sana yangrısın. Yangrısın, çalmaz lazım sana yangrısın. Yangrısın, çalmaz lazım sana yangrısın.